Ya uni qo'ying aytmayman. Lekin bor. Ha, faylda. Yo'q. Hamma yo'q edi. Menga qiziq bo'lgan bo'lsa o'qiganman-da. Oldin o'qiganmisiz? Yo'q. Mayli. O'qigan kitoblaringiz orasida yoqtirmagan asaringiz bormi? Yoqtirmagan asarim. Ha. Ma'nosi yoqmagan demoqchimiz. Ha. Yo'q, bo'lmasa kerak. Demak, hammasini yaxshi ko'rib o'qiysiz, shunaqa? Ha. Hammasi kitobda o'zini ma'nosi bo'ladi-yu, o'sha qidirishga harakat qilaman. Kitob o'qib turasizmi? O'qiyman. O'qigan kitoblaringiz orasida yoqtirmagan asaringiz bormi? Ya'ni o'qiganingizga pushaymon bo'lgansiz. Ya uni qo'ying aytmayman. Lekin bor. Ha, faylda. Kitob o'qib turasizmi? Ha. O'qigan kitoblaringiz orasida sizga yoqmaydigan asar bormi? Yo'q. Hamma yo'q edi. Hamma kitobni yaxshi ko'rib o'qiysiz. O'qiganman. O'qigan kitoblaringiz orasida yoqtirmagan asaringiz bo'lganmi? Yo'q. O'qigan narsam faqat menga qiziq bo'lgan bo'lsa o'qiganman-da. Misol uchun o'sha Demak, har xil psixologiya kitobni o'qib ketmagan. yo'q, har xil emas. O'zi juda ko'p kitob o'qimaganman. Endi to'g'risini aytaveraman, a так в основном o'sha internetda ko'p o'qib turaman narsalarni, har xil новостьlar. Bo'lgan. Qaysi? Indiana Mapra degan kitob. Sutini unchalik tushunmaganman. Qandaydir интересно bo'lgan men uchun. Mafhum bo'lganligi uchun. Da, o'zbekchasiga shunaqa. Yoqtirmagan asarim yo'q. Hammasini Hammasi yoqtiraman. Masalan, sevib o'qiymiz-da hammasini. Я недавно читала Агату Кристи, и мне там все понравилось. Я недавно прочитала книгу Александра Грина. У меня она нормально. Хорошая была книга. Про книгу, да, спросили? Sizchi? Дневник слабака. Kitob o'qib turasizmi? Ha, o'qiyman. Hop, unda savolim, o'qigan kitoblaringiz orasida yoqtirmagan asaringiz bormi? Yoqtirmagan asarim bo'lgan. Nima sababdan Nomi ham yoqtirmagan esimda yo'q. Sababi bo'ladi. Esimda yo'q. Ana, yo'q, bitta короче mana bunaqa bo'lganda, bitta yig'ilish bo'layotgan bo'lgan, ya'ni miting bo'layotgan bo'lgan, kitobxonlar yig'adi. O'shaning uchun mana shu kitobni o'qib kelinglar degan. Sotib olganman, o'qiganman, lekin tushunmasdan majburan o'zim majburlab o'qiganman. Demak, yoqtirmay o'qiganingiz Ha, uchun? o'sha anaqa odamlar orasiga borib kirib o'tirish uchun o'sha kitobni o'qib boray deganman-da. Lekin kitob yoqmagan. Realni yoqmagan.